Hop, 10-savol. Suyuq yog'lar hosil qilishda ishtirok etadigan kislotalarni belgilang. Demak, suyuq yog'larni hosil qilish uchun to'yinmagan yog' kislotalari bo'lishi kerak. Bizda endi palmitin to'yingan yog' kislota, linolen to'yinmagan. Palmitin to'yingan o'chirib olamiz. Bu yerda olein to'yinmagan, linol to'yinmagan, linolen to'yinmagan. Demak, B javob to'g'ri. D javobda ham palmitin bor, o'chirib olamiz. Nima uchun B javob to'g'ri? S17 35 bu stearin. Bu to'yingan, bu tarkibida qo'shbog'i yo'q, ya'ni radikalda qo'shbog'i yo'k. Chunki karboksil guruhda qo'shbog' bo'ladi, kislorod uglerod o'rtasida. S17 33. Bu olein. Olein kislota, bunda qo'shbog' bor bitta. S17 31. Bu linol kislota, ikkita qo'shbog' bo'ladi. S17 29. Bu linolen. Bu tarkibida 3 ta qo'shbog' bo'ladi. Demak, qo'shbog'i borlari shular to'yinmagan yog' kislotalar. Ular suyuq yog'larni hosil qilishda ishtirok etadi. Olein, linol, linolen. Demak, B javob to'g'ri ekan bizda.